dengiz itlari. Mavjlanadi atrofda dengiz, quturadi bo'ron tinimsiz, boshqaradi kemani a'lo bizning jasur kapitan Leo. Axtimizda turib biz bardam, yetkazamiz yuklarni har dam. Biz suzamiz doim ilgari, chunki bizlar dengiz itlari. Yuk tashishda 7 dengizda teng kela olmas hech kimsa bizga. Davyurakmiz hamda qudratli, chunki bizlar dengiz itlari. Kesib chiqib 7 dengizni topolmaysiz bizdek ibratli, sadoqatli do'stlaringizni, chunki bizlar dengiz itlari. Yovvoyilar oroli. Qayda paraxodining kema jurnali 18-iyun. Biz hozir 50 tonna suyak unini ortyapmiz. Hademay uzoq laycha portiga yo'l olamiz. Qarachi, mana bu joylarda bosim nihoyatda past. Shuning uchun bu yerdan juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hoy, sekinroq, yuklarga zarar yetmasin. Chiko, kech qolamiz axir. Avval ortib bo'lishsin. Menga qarab, uncha imillading, tezroq bo'lsang-chi. Menga aql o'rgatma. Yuk ortib bo'lindi, kapitan. Haligi biz hozir kelamiz. Ular qayoqqa ketishyapti, ha? Roki, tinchlikmi o'zi? Tinchlik, kapitan, xavotirlanmang. Hammasi joyida, qilib olagay bu yoqqa yurchi. Mana menga aytchi, bu yerda kema kapitani kim o'zi? Albatta siz, kapitan Leo. Men, yana men. Ana unday qilib buraysan. Tushunmayapman, Roki. Nimaga kerak bu? Yaxshi bolakay, senga sirini ochaman. Bu kapitanning 100-safari. Shuning uchun biz uni nishonlashga ahd qildik. Bema'nilik. Oldiroq harakat qilish kerak edi. O'zing o'yla, shu paytda sovg'ani qayerdan topdik endi? O'zi qancha pulimiz bor? Bilmadim, Chiko. Har holda galstukka yoki bitta yangi shlyapga, yo bo'lmasa bironta she'riy kitobga yetadi. Bularni birontasini ham antiqa sovg'a deya olmayman. Bizga qandaydir g'ayrioddiy narsa kerak. Axir bu 100-safar. Esimda, 100-bor suzishga chiqqanimda meni butun komanda tabriklagandi. Juda hayajonlanganman o'shanda. Nima sovg'a qilishgandi-ya? Pet, balki sen eslarsan, Pet. Birpasda qayoqqa g'oyib bo'ldi. Maslahat bersang-chi, bugun Leo 100-bor safarga chiqadi. Unga nima olsak ekan? Yana omading kelmadi. Marmada bir şey vardı yaqinroqchi. Isboting bormi? Qani men bilan o'ynaydigan birorta mard topiladimi? Men o'ynayman. Boshla. Pet, esingni yo'q. Tamomsan. Pet, nima qilyapsan? Aferin qoyil, Pet, yashavar. O'shanda kapitanga mana shu suyaklarni sovg'a qilamizmi, bema'nilik? Tushunsan-chi, men o'ylavdimki, Bas qil, Pet, yur ketdik. Bizni kemada kutishyapti. hop. Ma ushla. Bu senga saboq bo'lsin. Bu senga minnatdorchilik yuzasidan. Voy. Qara.
Chiko, g'aroyib. Antiqa ekan. Buni qayerdan olding mashina? Kel, yaxshisi buni kapitanga sovg'a qilamiz. Tong yulduzi, tong yulduzi. Qalblarim munavvar et. Men misol dengiz itlarim. Xatolardan men ham xoli emasman. Garchi yulduzlar ziyosida o'tsa hamki harakatlarim. Chakkimas, yomon chiqmadi. Voy! Tayyorlaning, kelyapti. Chiko, nima gap, tinchlikmi? Boshlayver, Roki. Ana buni musiqa desa bo'ladi. Kapitan Leo, 100-safaringiz muborak bo'lsin. Kapitan, 100-safaringiz Sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Siz uchun qalbdan. Shuni sovg'a qilaveramizmi? Boshqa sovg'a bo'lmagach iloji qancha, lekin bu haykalcha menga yoqmayapti. Senga nima yoqardi? Sovg'amizni qabul eting, kapitan. Rahmat og'ayni. Rahmat. Ochig'i nima deyishga ham hayronman. Ajoyib sovg'a ekan. Kapitan nima qildi? Tuzukmisiz? Bechora qattiq ta'sirlanib ketdi. Ehtimol. Lekin menimcha mana bu narsani Tomosha tugadi. Hamma joyiga borsin. Qana. Mayna ochlikni bas qil, Roki. Nima jin urdi uni? balki bizlardan istihola qilayotgandir. Xudoyim, kapitan do'stim, senga nima bo'ldi? Gapir, yuragingdagi dardingni mendan yashirma. Unga nima qildi Chiko? Bilasanmi, Tim? Agar yanglishmasam kapitanni hushi joyida emas. Kema jurnali 21-iyun. Kemamiz katta tezlikda noma'lum tomonga suzib ketmoqda. Mana 3 soatdirki kapitan shturval yonida. Uning bu g'alati xatti-harakatidan hammamiz taajjubdamiz. Glog mai vira, glog turmul, glog teg mitral. Zagli bu katarak. Formik zalon. Aholi og'irlashdi. U haykalchi bilan allaqanday tilda gaplashyapti. Hammasi tushunarli. Kapitanimiz aqldan ozibdi. To'g'ri. Kechqurun bu sen pishirgan achchiq qalampirdan paqqos tushiruvdi. Biron chorasini ko'rishimiz kerak. Roki, eshikni och, eshityapsanmi? Bu yerga begonalarni kirishi mumkin emas. Kapitanni buyurdi. Voy. Menimcha pek. Biron chora ko'rishdan avval qayoqqa ketayotganimizni aniqlab olishimiz ma'qul. Bekorlarni aytsan. Hozirroq kemani to'xtatishimiz lozim. Yer ko'rindi. Chap tomonda. Yo'q, o'ng tomonda. Ming la'nat. Biz axir Alvonburni tomon ketyapmiz. Bu qudratli Kalamagos daryosining quyilish joyi. Qo'rqib ketyapman. Kalamagos, vira.
hozir urinib ketamiz. Voy, qayoqqa ketyapmiz o'zi? Tezlikni oshir. Voy, voy. Ay, sal bo'lmasa tushib ketardim ha. Voy! Yana tezlat. Kapitan, shu yo'sinda davom etsak, kema portlab ketadi. Aytmadim senga, kapitanimiz esini yeb qo'ygan deb. Iloji qancha? Qo'limizdan nima ham kelardi? Uni deb bu yerlarda o'lib ketmasaydik. Kapitan, ehtiyot bo'ling. Ro'paramizda qoya bor. Hech kim bu daryo bo'ylab bunchalik yuqori ko'tarilmagan. Aql bovar qilmaydi. Ha? Kapitan, nega bu yerga kelganimizni tushuntirib bersangiz? Patato. Qaranglar! Ko'zlarimga ishonmayman. Chuva ko'zlar. Nima? Chuva ko'zlar. Voy! Patato. Bu nima qiliq? Nima bo'ldi o'zi? Chuakaslar kemaga hujum qilishda Roki bekitilish kerak. To'xta, menda bir fikr tug'ildi. Agar shu mashinani sotganingda rosa boyib ketarding-a? Yaxshi. Xo'sh, endi bu yoqqa nima qilamiz? Ya, axir bular. Ha, nima bo'ldi? Voy Chiko, nima demoqchi eding? Bilasanmi, Pet, nazarimda men hozir Albatros komandasidan ikkita birodarimni ko'rganday bo'ldim. Albatrosdan? O'sha benomidan yo'qolgan mashhur kemadana? Taxt bo'l. Zatopek Guzmala,
Malako Zubinglolek, Muklopatatek, Klopatatek, Klopatatek, Kom Siklopatatok, Malak! Bu qimorda senga yutqazib qo'ygan yigit-ku, u bularni sardori ekanda. Bu yerga qachon yetib kela qopti? Malako Zubinglolek Lugol. Ular nima qilishmoqchi o'zi? Gapir, janob bilag'on. Nima desam ekan senga, naynov. Menimcha ular bizni haykalga aylantirib qo'yishmoqchi. Hey, endi meni navbatim, ber men ham ko'ray. Hozir ular kapitanimizni o'zlariga boshliq qilib tayinlashganga o'xshaydi. Ma, Tushunmadim, qolganlari nega qaqqayib turibdi? to sababini bilamiz deguncha kech bo'lishi mumkin. Biron chora ko'rish kerak. Yaxshilab kallani ishga solaylik. Bordi-yu, qaytib yordamchi kuch to'plab qaytib kelsakchi, hoytib qayoqqa? Shoshma, nima qilmoqchisan? O Siklopatato, buyuk sardor pajondirum, bizni bu tuhfalarimizni qabul ayla, ularni abadiy haykalga aylantir. Menga bu qilig'i yoqmayapti. Bechora Leo. Voy. Qaranglar, zo'ruv ha? Menimcha ular hazillashmayapti. Yetaklar! Tim! Kapitan, Leo, qadrdonim, bu men yordamching Chikoman. Bo'ldi, endi bizga rahming kelsin. Iltimos, kapitan. Rahim qiling! Voy! Jinurgor. Ehtiyot bo'l, Tim! Nurdan qoch! Ishini yıkmasaydın lanata. Hey, Psychopata broke.
Tetaklak. Bu yoqqa, bu yoqqa. Qalay zo'r tepdimmi, kapitan? Qayerdaman, Bet? Ha? Kapitan, keyin aytib beraman. Avval mana ulardan qutulib olaylik. Baribir hech narsaga tushunmadim. Nima bo'ldi o'zi, yigitlar? Nega tushunmaysan? Maslahating bilan kapitanga sovg'a qilganimiz haykalcha jodulangan ekan. Nima? Jodulangan qanaqasiga? Bu tim bir umr sirligicha qoladi. Lekin bir narsa aniqki, bu sirli nur tushgan har qanday kimsa o'z atrofiga iloji boricha ko'proq odam yig'ishga kirishadi. Keyin ularni Kalamag'oz daryosi bo'ylab o'sha dahshatli joyga boshlab boradi va u yerda ular toshlarga aylanadilar. Bu haqda o'ylasam a'zoyi badanim jimirlab ketadi. Mazali ovqat yomon kayfiyatni daf qiladi. Ovqatni oldi sizga, kapitan. Bet, idishlarni oxirgi marta qachon yuvganding? Bu dahshatli sarguzashtdan hammamiz sog'-omon chiqdik. O'sha mash'um haykalchadan esa butunlay qutuldik. Ishqilib, qutulganimiz rost bo'lsin-da. Kameras Continental, Cine Group, Le Film de Leperin, Frans 2 studiyalarining qo'shma mahsuloti. Ssenariy mualliflari Michel Heylert, Patrik Renyard, Tony Scott. Rejissyor Olivier Poiret. Bastakor Marko Gianetti. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilingan. Dublajda artistlardan Farhod Abdullayev, Rustam Karimov, Inog'om Odilov, Fayzulla Ahmedov, Hoji Akbar Komilov, Sobirjon Rahimjonov, Dias Rahmatov va boshqalar ishtirok etishgan. Dublaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, tarjimon Mirzamurod Olimov, muharrirlar Qodir Mirmuhamedov, Komil Tursunboyev, video muhandis Yevgeniy Kononov hamda Baxtiyor Rahmatullayev.